Bilasizlar, men o'tgan safar Blood Steve, ya'ni Qonli Steve haqida horror video olgan edim va u horror video ko'pchilikka yoqqani uchun men uni ikkinchi qismini chiqara olmagan edim. Va ikkinchi qismini Telegram kanalida 70 ta obunachi qilib bersalar, sirraz YouTube'ga qo'yaman bo'llar. Shuning uchun albatta Telegram kanaliga obuna bo'ling. Biz esa boshladik. Kunlarning birida men odatiy videoni qilayotgan edim. Meni omadim kelib qolib qishloqcha topib oldim. Va qishloqchadan har xil resurslarni to'plab anchagina kuchayib olish maqsadida kuznisaga bordim va sandiqni oldiga kelib har xil resurslarni oldim. Qilich, temir, hokazo va kerak bo'lsa nonni ham oldim. Obsidian qachondir kerak bo'ladi degan maqsadda uni ham oldim va qanaqadir tablichkada ularning oldiga nuqtalar yozib ketishgan edi. Men yana bir kishilik o'yinni o'ynayotganimni inobatga olsak, bunaqa narsalar umuman ilojsiz va kerak bo'lsa eshikni tagida ham nuqtalarga e'tibor bermabman. Bunaqasi umuman ilojsiz. Qanaqasiga bir kishilik o'yinda o'zidan-o'zi tablichkalar paydo bo'lishi mumkin. Bu qanaqadir bug yoki Minecraftning xatosi deb tushundim, lekin bu nuqtalar nimani anglatishini tushunmas edim. Hamda qanaqasiga men yana bir kishilik o'yin o'ynayotgan edim. Bu serverda mendan tashqari hech kim yo'q edi. Ya'ni server ham bo'lmaydi. Bir kishilik o'yin desa ham bo'laverar edi. Men buni bug deb o'yladim. Hamda mana bu uyga kirishga qaror qildim. Chunki u yerda qanaqadir narsalar borligini ko'rib qoldim. Lekin u yerda qanaqadir o'rgimchak to'ri bor edi. O'z-o'zidan Minecraftda bunaqa narsalar bo'layotganiga umuman tushunmayotgandim-ku, lekin o'z-o'zidan bu uyda sandiq ham paydo bo'lib qolibdi. Odatda bunaqa Minecraftdagi qishloqdagi uylarda sandiq bu joyda bo'lmas edi. Yana eski versiya bo'lsa, lekin sandiqning ichida qanaqadir qog'oz bor edi. Qog'ozda esa player not found, ya'ni o'yinchi topilmadi degan yozuv bor edi. Bu yozuv menga umuman nima daxli bor? Shuning uchun baribir solib qo'ydim. Umuman tushunmas edim bu yozuv nimani anglatishini. Va men qishloqqa kirayotganimda qanaqadir shaxta ko'rib qoldim va kuchayish maqsadida shaxtani oldiga bordim. Lekin shaxtani oldida ham qanaqadir tablichka bor edi va tablichkaga do not enter, ya'ni bu yoqqa kirish mumkin emas degan yozuv bor edi. Bu meni qanaqadir xavotirlantirdi, kerak bo'lsa qo'rqitdi ham. Qanaqasiga o'zi bunaqa tablichka, yozuvlar qattiq paydo bo'lyapti, umuman tushunmayotgan edim. Bu mayli va shaxtada qanaqadir teshik bor edi. Va men u teshikning oldiga bordim, lekin teshikning oldida qanaqadir redstone fakellar bor edi. Redstone fakellar shaxtada umuman uchramaydi. Yana shaxtada uchragan holda ham bu oddiy fakel uchraydi. Redstone fakel deyarli hech qayerda uchramaydi. Mayli, buni ham bug deb o'ylasak, lekin u yerda yana qanaqadir uzun chuqur bor edi. Minecraftda generatsiyalarida, umuman modlarda ham bunaqa narsalar umuman yo'q. Buni kimdir qurib ketgan yoki kimdir bazasi deb o'ylab, uni oldiga borishga qaror qildim. Qanaqadir joylar bor edi u yerda, lekin men u yerga qarasam uzun joy edi. Bunaqa shaxtalarda odatda bunaqa joylar bo'lishi imkonsiz. Lekin men baribir qiziqib u yerga bordim. Lekin u yerga borishim juda ham katta xato edi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar u yerga kirmaganimda balkim hammasi yaxshi bo'lar edi. Ha, mayli, nima ham deymiz. Va bu yerda qanaqadir qovoqlar bor edi va oldimda qanaqadir to'siqlangan eshik bor edi. To'siqlangan eshikni nega unaqa qilib qo'yishgan umuman tushunmagan holda baribir uni sindirib o'tdim va eshikni ochdim va u yerga kirganimda haqiqiy dahshat bor edi. Qanaqadir redstone va skeletning kallalari bu yerga aniq kimdir men bilan hazillashyapti deb o'zim deyarli jahlim ham chiqib ketdi. Ha, bu yerda aniq men bilan kimdir hazillashyapti. Qanaqadir o'yinchi yoki Minecraftning bagi tufayli men bir kishilik emas, balkim qanaqadir serverga kirib qolgan bo'lishim ham mumkin. Hamda men o'yindan chiqdim va o'yinga qayta kirdim. Lekin Minecraftning o'zi yarqisi tushib ketgan edi. Даже redstone fakel umuman yorug' bermayotgan edi. Lekin to'g'rimda qanaqadir o'yinchi allaqachon shu yerda edi. U hech qanaqa montaj yoki programmani ishi emas. U rostdan ham shu yerda turgan edi. U o'zi qayerdan kelganini men umuman tushunmayotgan edim. U qanaqasiga meni serverimga kira oldi? U o'yinchimi yoki qanaqadir xatolik? Biz uni o'yinchi deb hisoblasak, uni axir oyog'i yo'q edi va qanaqadir tushunarsiz skin. Agar bu o'yinchi bo'lsa, qanaqasiga oyoqsiz va qanaqadir tushunarsiz skin o'rnatgan.
Men bu o'yinchi yoki o'yinchi emasligini o'ylayotgan bir payt u meni oldimga yaqinlashishni boshladi va men u paytda qorong'i xonada bo'lganim uchun men biroz cho'chib ham ketdim. Lekin u menga yana qarab turar edi. Bu o'yinchidan o'zimdan o'zim qo'rquv, ya'ni ichimdan qaltirashni boshladim va qo'limdagi temir qilich bilan uni o'ldirishga harakat qilmoqchi bo'lib, uni oldiga bordim. Lekin u shunchaki o'yindan chiqib ketdi. Bu meni biroz jahlimni chiqardi va Minecraft meni juda ham hayratda qoldirayotgan edi. Qanaqasiga o'zidan o'zi qanaqadir g'alati joylar va o'zidan o'zi juda ham tushunarsiz skindagi qanaqadir o'yinchi. Men Minecraftga shunchaki eski versiyada o'ynash uchun kirgan edim xolos. Bo'lgan voqealardan keyin men o'yindan chiqishga yana qaror qildim. Lekin men endi o'yindan chiqmoqchi bo'lgan bir paytda o'sha noma'lum o'yinchi o'yinga kirdi. Daji orqaga qaragim ham kelmadi va temir qilichni oldim va men uni o'ldirishga harakat qildim.